Bo'stonliq tumani Haydarali qishlog'ida mana tog'. Shu tog'i tiyda hovli uyimiz sotilyapti. Mahallamiz tekis asfalt qilingan. Fasadimiz 20 metr. Hujjatlardan muammo yo'q. Hosilaga uyimizni obzoran qilib ko'rsataman. Hovli uyimizni ko'rdinglar, chiroyli shinamgina qilib qo'yilgan, bog'larimiz ham bor, ko'chatlarni ekib qo'ygan akamiz. Kommunikatsiyalardan muammo yo'q. Svet, suv, gaz, Wi-Fi gacha bor ekan. Narxiga keladigan bo'lsangiz, egalari nomerini qoldiramiz. Soliq uy bozordan kelganlar kelishtirib beriladi. Like, komment yozishingizdan chiqmasin, Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yamiz.